Shogird bo'lib yurgan paytingizda juda ham qiynalgan ekansiz. Shu rostmi? Silish kim qiynanardi aka? Abedga 10 tonta shashlab berardi. Uyda egasi kelardi, uyni tezda bitkizib qo'ymanglar ha? Uxlanglar, yotinglar derdi. 23 soat dam olib aka, 1 soat ishlardik. O'ta qiynalganman aka. Yana qanaqa holatlar o'tgan boshingizdan aka? Ustozlarim men talashishardi. Meni uyimga ketib qolasan, dachaga borib dam oltiraman, qulpini yeysanmi derdi. O'ylanib o'tirardim. Oyligim aka $1000 edi aka. Yo'q. Bir oyga-ya? Ha, bir oyga $1000, birarda $2000 ham vijdonim qiynalib berardi. Hunarni tezda o'rgatib qo'ygan aka. Usta kiyimda ishlama, mana shu chiroyli kiyimlarda ishla derdi ustozim. Meni qiynab yorardi. Tabaka yerdik. Qozonga olib berdik, shashlik yerdik. Shashlikka yosh meddam tegib ketgan. Ha, bir oltin-polton olib kelib ber. Piyoda yurish sog'inardim aka. Xo'rlanganman shogirdlik paytimda. Ustoz tanlashda adashmagan ekansiz. Sizlar ham adashib qolmanglar aka. Mana kech paytga qozonga olib aytib qo'yibdi ustozim. Qanaqa vijdonli ustoz bor? Qoyil. Sog' bo'linglar. Yomon qiynalganman aka.